Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana bugun biz Qo'qon shahrida 50 kilovatli flash panel stansiyalarni o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Jinko panellar o'rnatib berganmiz. Bir qismi bu tarafda, bir qismi bu tarafda o'rnatilgan. 2 qavat qilib o'rnatib berganmiz. Temirlarga kelsak, to'rga profil ishlatganmiz. Krepinalarni alyuminiyga qo'yib berganmiz. Jinko orqa oldi panellarimiz bo'ladi. Narxlariga kelsak, 170 million so'm aksiyada o'rnatib beramiz. Pastki nomerlarga aloqaga chiqinglar. Chiroyli bir sifatli qilib o'rnatib beramiz. Hozir sizlarga Newektor oldiga borib, Newektorga tanishtirib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, Newektorda oldiga tushib oldik. Newektorimiz deya bo'lgan, har doimgidek original shitlarni berganmiz. Asos shitlarni oldiga o'rnatganimiz sababi batarya ham bo'lmaydi. Shuni hisobini olish uchun shitni oldiga o'rnatib berganmiz. Tak, biz 4 kun oldin Newektorda yoqib ketganmiz. Newektorda hozir ko'rishingiz mumkin. Yaqinroq olib keling. Mana hozir soat 9 bo'ldi. 21 kilovat nagruzka ushlab turibdi ekan. Hozir 4 kun oldinga o'rnatilgan rezultatni ko'rsataman sizlarga. Hozir bugun 27 kilovat tortibdi. Общий hisobda 1069 kilovat ishlab chiqaribdi. Davlatimiz setka, ya'ni bitta shitimizni ko'rishingiz mumkin. Bir zaxran etib qo'yib berganmiz. Uziplari bor, chaqmoqqa qarshi avtomatlari bor. Korotkий zamikani, nagruzkani oldini olish uchun asosiy shit anaqasini avtomatini ham o'rnatib berganmiz. Kimga shunaqangi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Sifatli va hamyonbop xizmat beramiz. Yana bir marta aytib o'taman, aksiyada 170 million so'mga o'rnatib beramiz 50 kilovat.